Bu daftardan charchatib yubordi-da. Daftar juda muammolar kelib chiqardi. Qachon olib ketganman, qayerda, bu yerda olayotgan vaqtda odamlar kutib turadi. Berayotgan vaqtda kutmaydi-da. Qayerga yozilgan, qaysi betga yozilgan endi daftarda qiyin-ku. Shu daftarni ko'rsam bo'ladimi? Men bu yoqda endi bitta Bularda bor. yana 4 ta 5 ta bor ekan. 4 ta 5 ta bor ekan. Bu qaysi daftarga yozilgan, nima bo'lgan, sal qiynalib ketdi-da odam. Bu o'zi asosiy mijozlar bilan konflikt qayerda paydo bo'ladi? Nima narsa olib ketganidami yoki pulni Qachon olib ketgan, kim olib ketganligida izoh kiritsangiz bilan xohlasangiz olib ketgan paytda spискga qilib bergan vaqtda spikka rasmini tushirib olib, spiskani qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz kim olib ketgan vaqtini o'zini qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz ovozda xabar, haqiqatan ham men olib ketyapman shuni deb o'zini ovozda xabarini qoldirib qo'ysangiz bo'ladi. Oxirida 0.30 mi 0.30 ni bosasiz, juda kelib chiqadi-da. Bu daftar tikilib nechinchi betda edi, qachon yozilgan edi, qaysi chiqsa yozilgan edi, degan narsalar bo'lmaydi.